2019-yil. Poytaxtimiz qurilish bozoriga Xon Saroy brendi kirib keldi. Uy-joyga bo'lgan talab oshayotgan bir paytda Xon Saroy o'z takliflari bilan hamyurtlarimiz ishonchiga kira oldi. 6 yil ichida kompaniya 14 ta loyihani qurib bitkazdi va o'z egalariga tantanaviy ravishda topshirdi. 2022 Xon Saroy, Ayvon, Mega Tower, Pandora. 2023 Diplomat, Sayram. 2024 Navoiy City 1, Navoiy City 2, Sulton Saroy, Parlament, Salom Qo'yliq, Okean. 2025 Orzular, Sherxon. O'tgan yillar davomida Xon Saroy 12 mingdan ziyod oilalarning orzusini ro'yobga chiqardi. Hozirgi kunda umumiy 10 ta loyiha ustida ish olib borilmoqda. Umumiy maydoni 610 ming kvadrat metr bo'lgan Zo'rsan, Vatan, Vodiy, Afsona, Shirin hayot, Muhabbat shahri, Ramazon, Fazo loyihalarida qurilish ishlari jadal olib borilmoqda. Ushbu loyihalarga hamyurtlarimiz 9 ta sotuv bo'limlari orqali sarmoya kiritishmoqda va orzularidagi uyga yana bir qadam yaqinlashmoqda. Kompaniya umumiy 2200 dan ortiq hamyurtlarimizni ish bilan ta'minlab kelmoqda. O'z ishini siqidildan bajarayotgan katta jamoa shahrimiz ko'rkiga ko'rk qo'shuvchi bino inshootlar barpo etib, minglab hamyurtlarimizning orzusini amalga oshirmoqda. 6 yil davomida Xon Saroy ishonch va halollik ramziga aylandi. Kompaniya yurtimizning sport va madaniyat sohalari rivojiga ham o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Kompaniya insonlar hayotini yaxshilash yo'lida o'z faoliyatini yangi yo'nalishlarda ham kengaytirmoqda. Xon Saroy Money sarmoya platformasi, Xon Saroy Payments pul o'tkazmalari uchun ilova, Xon Saroy Moliya mikro moliya tashkiloti, Xon Saroy Akademiya biznes maktabi, Xon Saroy Fitness sport markazi. Xon Saroy o'z qadriyatlariga sodiq qolgan holda mijozlar ishonchini oqlash va ularning hayotini yanada qulay qilishda davom etadi. Kelajakda bundan-da katta natijalarga xalqimiz bilan birgalikda erishamiz. Xon Saroy, kelajakni birga quramiz.